Menga turmushga chiqishga rozimisan? Vo, zo'r chiqdi o'rtoq. Oddiy so'rursan bo'lardi. O'tgan safarga o'xshab parod bo'lmasa bo'ldi. Dalalik qilmagin, qizlar romantikani yaxshi ko'radi. Kinoni o'rtasida mana mashqadir ketadi. Xonsaroyning shirin hayot loyihasida 1+1 aksiyasida ishtirok etib, yana bitta xonadon yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Zerikib ketdim. Siz ham yo'q, kino tanlashni ham bilmaysiz. Askira qoldi. Voy haqqi. Shunda tashqariga chiqib keling. Azgina o'tirib tur. Chiqishim kerak, jinnimisiz? 5 minut sabr qil. Qilolmayman. Salom tentakchan. Bu gaplarsangiz uchun 1 yil tayinlandim. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Ming bor uzr. Qizim chiqib ketuvdi. Shu kelayotganda boshqatdan qo'ysak bo'ladimi? Yaxshi ko'raman-da. Kiyot og'ayni. Keldi. Voy, suv esidan chiqib qoldi, xos kelaman. Endi bo'lmasa oz chiqib. Voy, xos kelaman. Shart emas. Qo'y to'taga. Salom tentakchan. Bu gaplarsangiz uchun 1 yil tayinlandim. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Ming bor uzr. Yana chiqib ketdi. Boshroqdan qo'ysak bo'lmaydimi? Og'ayni 10 minut, 15 minut vaqtliroq qo'yaylik. To'g'ri aytibdi. Mayli bo'pti. Voy, tur. Hoji, uyqumga oldi. Salom tentakchan. Qara, men chiqdim. Men. Atarda sizga nima bor? Turmushga chiqishga rozimisan? Ham tugamabdi-yu. Men rasani deb bo'tdi, yemadi bunisi ham. Noto'g'risan, qizingni deb bo'ldi, men emas. Eshit, o'zing bos. Menda ideya noki bor bitta. Ey, jo'qor! 思ってない夜を知らない踊ってない夜が気に入らない